Assalomu alaykum. Bizga ehson qilib kelayotgan yaxshilar, sizni boringizga shukr. Sizning qilayotgan ehsoningiz sabab bizni hovlimiz fundamentlari qo'yilib, o'ralishni boshladi. Ko'cha tomondan kirishdagi devorimiz o'zi yarim bo'lib qoldi. Bu hamsiya tarafimizdagi ham boshlanish arafasida sizni qilayotgan ehsoningiz sabab bizni hovlimiz o'ralishni boshladi. Buning uchun sizga kattadan katta rahmat aytaman. Bizni shu muhtojligimizni ko'rib, go'daklarimga rahmi kelib, ehson qilgan insonlar. Ilohim nimaki niyatda ehson qilgan bo'lsangiz, Allohim dargohida qabul aylasin. Hech qachon kam bo'lmang va o'ylagan orzu-niyatlaringizga har doim erishib, har doim sizni Alloh panohida asrashini Allohdan kecha kunda so'rab qolaman. Har mana shu ehson qilayotgan insonlar uchun har duoga qo'l ochganimda sizlar uchun duodaman. Musofirda yurgan hamyurtlarimizni ham Allohim o'z panohida asrab, topganlariga baraka berib, yuzlarini doimo yorug' qilib, nimaki orzu-niyatlari bo'lsa ushalishini, uyiga, oilasi bag'riga eson-omon yorug' yuzlar bilan qaytishini Allohdan so'rab kecha kunduz duo qilaman. Bu hamsiyamiz taraf ham, pastki taraf ham o'ralishi kerak. Uncha ko'p emas o'zi, kamroq joy. Sizlar yaxshi insonlar, yana bir yordam qilib ehson qilsalaringiz, siz yaxshi insonlar sabab ko'nglim ancha taskin topib, bir joyga ishga ketganlarimda ham farzandlarimni o'ylab juda xavotirim, ancha qo'rquvlarim bosilib, men ham insonlar kabi yashashni boshlar edim. Chunki ahvolimiz xo'jayinim bilan o'zimizni topayotganimiz yetmaganligi sabab, muhtojligimiz sabab siz yaxshi insonlarga yana bir bora murojaat qilayotgan edim. Allohim har doim topganingizga baraka berib, qadringiz va qaddingiz har doim baland bo'lsin. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Farzandlaringiz kelajakda sizni orzularingizni amalga oshirib, el korga yaraydigan farzandlar bo'lib, hech qachon muhtojlik ko'rmasin. Doimo ularni rohatda ko'rib yashash sizlarga ham nasib qilsin. Ilohim, sizdan Alloh rozi bo'lib, qilgan savob ishlaringiz Allohning dargohida eng yaxshi mukofotlar bilan siylanishini Allohdan so'rab qolaman. Doimo tanijoningiz sog' bo'lib, umringiz ziyoda bo'lsin. Alloh sizlarni doimo o'z panohida asrasin. Oilangizga qut baraka, fayzu baraka arimasin. Bizlarga qilayotgan ehsoningizni Allohning o'zi savobini bersin.